Assalomu alaykum Agro issiqxona kanali obunachilari. Sizlar bilan Azizullo Azamov yana. Bugun sizlar bilan rediskalarimizni bir qator tomosha qilamiz. Rediskalarimiz 20-oktyabr kuni ekilgan. Hozir bugungi sanamiz 30-oktyabr. 10 kunlik bo'ldi. Uje mana rediskalar ikkitadan barg chiqarib ancha bo'ylari o'sib qoldi. Issiqxonamiz bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, issiqxonamiz 10 sotikli maydonda qilingan. Isitish tizimlari qilindi. Bu yil xudo xohlasa mana isitish tizimlari parov orqali bu yoqda termizlar qilingan, hamma yo'g'i joyida. Mana sizlar bilan temperatura, namlik hamma yo'q shu yerda. Shuni ko'rib o'tamiz. Tepada turgani bu issiqxonaning ichidagi harorati, ya'ni 27.1 gradus. 23.5 gradus bu tuproq harorati. Soatimiz 12dan 12 daqiqa, namligimiz 47%. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, bundan-da qiziqroq, ko'proq ma'lumotli videolar joylab boramiz. Aytib o'tganimizdek, rediskalarimizning navi Celeste F1 navidan. Xudo xohlasa bu 40 kunlarda tayyor bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz.